Assalomu alaykum, hammalarga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun 15-may 2026-yil. Makka yetishtirishni yangi videosini qo'yganmiz. Xo'sh, o'tgan 13-qismda bachka haqida ma'lumot bergandik. 12-qismni yopib qo'ydik. 12-qism yo'q endi. 11-13 bo'lib ketdi. Xo'sh, 12ni batafsil ma'lumot bermagan ekanmiz 12da. 13-qismda to'ldirib ma'lumot berib qo'ydik. Shunga 12ni yopib qo'ydik. 11-qism 12-qism bo'lmaydi-da, 11-qism 13-qism bo'lib ketadi endi. Tak, bugun 14-qism olamiz. Ikkinchi suvimizni qo'yganmiz yerdagiga. Plyonkamiz ikkinchi suvini ichib bo'lgan uje. Endi yerdagi makkamizga ikkinchi suvini qo'yganmiz. Xo'sh, suv qo'yishda nimaga e'tibor berish kerak? O'zimiz bilgancha aytib o'tamiz. Suv qo'yishda suvinglar dimlanib qolmasligi kerak. Ya'ni bir xillar yeri soy bo'ladi, suv dimlanib qoladigan joy bo'lsa, unga kechqurun qo'yish kerak suvni salqinda. Biz ertalab ochamiz, kechgacha oqizmoqchimiz bugun. Zaxlaguncha kechgacha ham, obeddan keyingacha ham suv oqib turishi kerak, mana bunaqa bo'lib. Suv oqib turishi kerak. Suv oqib tursa, makkani tomiriga ziyon emas, foyda bo'ladi. Suv joyida turib qolsa, quyosh issig'ida iliydi suv, iliq suv ichgan makka yaxshi bo'lmaydi. Sarg'ayib qoladi, o'zgarib qoladi. Mana makkalarni ko'rsanglar, rangi tiniq qoramtir. Bu yaxshi. Rangi yaxshi. Xudo xolasa yerdagi makkamizga ikkinchi suvni qo'yganmiz. Xo'sh, plyonka makkamizga endi ikkita suv qo'yganmiz. Endi dori beramiz. Dori berish jarayonini ham ko'rsatamiz sizlarga, xudo xolasa. Xo'sh, o'tgan safar bachka haqida ma'lumot bergandim. Bachka bitta agronom akamizni suhbatini eshitdik. Bachka qilishda e'tibor beradigan narsa mana bunaqa bosh chiqarmasidan oldin qilish kerak ekan bachkani. Biz ozgina kechga qoldik-ku. Hozir makkamiz 1 metrdan o'tdi, plyonkamiz bu yog'i yarim metrdan o'tdi. Qirg'lari ham bor endi. 90% yarim metrdan o'tdi. Bu yog'i 1 metrdan o'tdi 90%. Bosh chiqarmasidan bachka qilish kerak ekan. Ya'ni mana 30-40 santimetrligida bachka qilish kerak ekan. Bachkalari maydaligida. Bosh chiqargandan keyin bachkasi katta bo'lib ketar ekan. Tanasida mustahkam joylashgani sababli uni sindirib olasiz. Tanasiga ozgina ziyon yetib stressga tushishi mumkin ekan. Lekin bizaniki mana kechga qoldi bachkasi, lekin bachka qildik, xudoga shukr, stressga tushmayapti makka, o'sishda davom etyapti. Har kuni kelsak o'sgani bo'layapti. Hosiliga kirishi ham yaxshi. 2ta, 3ta sota solgan joylari ham bor. Sota chiqarayotgan. Endi bizani yerlarda tajribada 2ta sota pishira olganmiz. 3-chisini kuchi yetmaganmi yeri yo o'g'iti yetmaganmi, 2ta sota pishgan bizda. Endi qaysi viloyatda qanaqa bilmayman. Shunga ham e'tibor berasizlar. Bachkani iloji boricha yoshroq paytida qilsanglar, tanasiga mustahkam joylashmagan bo'ladi. Stressga tushmas ekan. Bitta agronom akamiz aytib o'tdi. Shunga e'tibor berasizlar. Keyin sug'arganda suvinglar oqib tursin, joyida turib qolmasin. Shunga e'tibor berasizlar. Xo'sh, bugungi tavsiyalar shu. Qo'ldan kelgancha, o'zimiz bilgancha sizlarga real, hamma narsani real ko'rsatib boryapmiz. Har bitta ish qilganimizni qo'yib boryapmiz. Orada uzilish bo'lmasin deb boshladik, hammasini qo'yib boryapmiz. Charchamanglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Mana bu yer makka, bu plyonka makka. Shuni ham farqini ko'rsatib o'tay tugatishdan oldin. Mana plyonka makkamiz, ko'ryapsizlar, 1 metrdan o'tgan. Hammasi mana bunaqa chiqargan pashta, mana ichida bor. Mana hammasida bor. Mana hammasi chiqargan. 90% chiqarib bo'ldi. Bular hali chiqarmadi yirik. Lekin bir kunda ekilgan.
mana bu plyonkaning hisobiga, plyonka terilatib qizdirganning hisobiga bu makkamiz tez rivojlandi, tez bo'lyapti. Bir 10-15 kun o'tib ketdi mana bu yerdagidan. Xudo xolasa buni terib tugatganda keyin bu pishadi. Birdaniga 1,5 gektar pishib qolmaydi. Terib bu yog'ini tugatib, bu yog'iga o'taveramiz xudo xolasa. Charchamanglar, hammanglar dehqonchiliginglarga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.